Nejati Shashmas va O'zgu Namal Qashqirlar makoni filmida. Rollarda Selchuk Yontem, Oktay Kaynarja, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Robert, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, Prodüser Osman Sinav. Nega haliyam mendan bir narsalarni yashirish kerak deb o'ylayapsiz, dada? O'ylayotganim yo'q. Mavrida bo'lmadi. 15 yil gapirilmagan mavzular bu. Efe kim? Oyimni aka-ukalaridanmi? Yo'q. Birinchi farzandimiz. Qanaqasiga? Seni akang. O'lganmi? Yo'q. Sen endi tug'ilganding. Bir kuni men uyda yo'qligimda kimdir dala hovlini bosibdi. Efeni o'g'limni olib qochishdi. Nega? Bittasini aytganini qilmaganim uchun. Bittasi kim, dada? Bittasida Safiya. Faqatgina bir marta xabar yuborishdi. O'g'ling tirik, doim tirik bo'ladi deb. Sen uni topolmaysan deyishdi. Qanaqasiga topolmaysiz? Buning uchun hech kim hech narsa qilmadimi? Buning uchun 30 yil hamma narsa qildim, Safiya. Nargizdan sendan ayrildim. Oilamdan ayrildim, ammo topolmadim. Hayotimda ikkita katta xato qilganman. Bittasi o'g'limga egalik qila olmadim, ikkinchisi o'g'limni topolmadim. Boshimizga baxtsiz falokat tushdi deganingiz shumidi, dada? Ha. Nega oyim haqida gapirayotganingizda buni ham aytmadingiz? Yuzlanishni istamadim. Sizningcha Efe tirikmi? Menimcha tirik. Tirikmisiz, oyi? Doktor, tez doktorni chaqiring. Oyi! Oyi! Oyijon! Oyi! Qani mahoratingni ko'rsatchi. Og'a, oyog'imizni yerdan uzilishini yoqtirmayman-da. Chiq, Memati. Tepa xavfsizroq. Hech bo'lmasa tiqlinch emas. Nevzat, harakat boshlaganimizni xabar qil. Xo'p bo'ladi.
Mendan nima istaysizlar? Ziyobey bu mamlakat uchun juda muhim odam. Bu maydonda eng kattasi. Tajribalarining bahosi yo'q. Ammo Tabiatga qarshi borib bo'lmaydi. Bilasiz, Ziyobey qarib qoldi. Ko'p vaqtini kerak bo'lmagan narsalarga sarflayapti. bitta narsani biling. Meni dadam bilan bog'liq fikrlaringiz bilan ishim yo'q. Meni nega taklif qildilaring? Hammaga kerak narsalar bor. Bolalaringiz dadangizning vorislari. Ular yaxshi kelajakka munosiblar. Agar Ziyobey imkoniyatlarini qaysarlik bilan rad qilsa, bolalaringiz kelajagi uchun siz harakat qilishingiz kerak. Menga tahdid qilyapsizmi? Yo'q, aslo. Biz siz bilan yanada yaxshi kelishishni o'ylayapmiz. Dadangiz qo'lidan kelganlarning eng yaxshilarini qildi. Ammo endi uning davri tugadi. Siz yo uning kuchiga egalik qilasiz yoki cho'kayotgan kemasini cho'kmasidan tark etasiz. Qachon tayyor bo'lsangiz, siz bilan hamkorlik qilish uchun doim yoningizda bo'lamiz. Istanbulga tayinlanganlarini eshitmagandim. Bizni bilasan, goh u yerdamiz, goh bu yerda. Qanday yordam bera olaman? Halil Ibrohim Kapar. Betob bo'lib qopti. Uni kasalxonaga yuborsang yaxshi bo'lardi, mudir. Bir tekshirib ko'ramiz. Bu haqda gap ham bo'lishi mumkin emas. Shu yerda yetarlicha davolanyapti. O'zining ham bunday talabi yo'q. Ishni qiyinlashtirma, mudir. Bu bir kunga kerak. Sen chiqarishga tayyorlan. Mas'uliyatni yelkandan soqit qil. U terrorizmdagi voqea joyini ko'rsatib qaytarib olib kelinsa, bu yer Diyarbakir emas. 92-yil ham emas, bala. Mudir, bu narkotik ishi. Havo shu yerda ham tinch turgani yo'q. Bu ishdan o'zingga yomon bo'ladi. Menga hujjat topki. Menga ham yomon bo'lmasin. Senga ham, bala. Hujjat uyingda, mudir. Bu nima deganing? Qo'ng'iroq qilib so'ra. Odamlarim uyda bo'lsang kerakda o'sha yerga olib borishdi. Xotiningiz jon yetkazishni istashmayapti. Nima qilayotganingni bilasanmi? Menga qara, jahlimni chiqarma. Aloga sherikmisan deyman. Olaman dedimmi olaman. Tez yordamdan ham voz kechdim. Mashinamda olib chiqib ketaman. Biror gaping bormi? Xotiningga qo'ng'iroq qil. Avvalo davolashni kasalxonada boshlash kerak edi. Ammo xonim afandining ahvolini hisobga olib, uyda sal o'ziga kelganidan so'ng kasalxonaga yotqizgan ma'qul. Ba'zi ismlarni aytayapti, oyoqqa turyapti. Faqat battar og'irlashib qolyapti. Nega? Hozirgi holatiga sabab bo'lgan narsalar shu yerda sodir bo'lganmi? Ha, Og'irlashishi aytgan ismlari bilan bog'liqmi? Men bilan o'g'limning ismini aytayapti. O'g'li ham shu yerda bo'lsa, tezroq tuzalgan bo'lardi. hozircha yonlarida faqat men bo'laman. 15 yildan keyin o'g'lini eslatgan narsa nima unda? Tuzalishni boshlaganini ko'rsatuvchi alomat, ko'rsatilgan ta'sirlar. 15 yildan beri o'g'li doim xayolida bo'lgan. Ammo nega bugun? Nimadir ta'sir qilgan bo'lishi kerak albatta. Eng to'g'risini tuzalgach o'zi aytadi. Bekorga umid qilyapman.
O'tirganimga 7 yil bo'ldi. Hech qachon bunaqa kutmagandim. Siz Sabohat xonimni qayerdan taniysiz, Umar ota? Qayerdan bo'lardi? Nazifa xonim tanishtirgan. Bu ayolni Aslan amaki bilan aloqasi bormidi? Bilmayman. Qayerdan ham bo'lsin. Nega qayerdan bo'lsin deyapsiz, Umar ota? Bir marta Sabohat xonimni kutubxonada ko'rdim. Boyaziddami? Ha, ammo u ham kitobga qiziqardi. Salom alik qildik. Tasodif bu. U ayol ham bu ishning ichida, Umar ota. Men kuzg'unchaga bordim, ammo uyda yo'q ekan. Nega o'tmishni tutayapsan, Elif? Alining bizga qanday kelgani emas, qanday ketgani muhim. Umar ota, kelishi ham bir tasodif bo'lmasa-chi? Tasodif degan narsa yo'q. Ilohiy demoqchi emasman. Bu ham ularning bir rejasi bo'lsa-chi? Biz bilan bog'liq reja tuzarmidi, qizim? Umar ota, farzandingiz bo'lmagan. Bu yaratganning taqdiri. Bir kuni bola asrab olish uchun yetimxonaga ariza berasizlar. Aytaylikki, bu ham taqdiri ilohiy. Nazifona aytganlaridek, u paytlar bola olish qiyin bo'lgan. 62-navbatda bo'lishingizga qaramay alini berishyapti. Mana shu yerda ilohiy bo'lmagan bir ish bor. 62 ta oilada nega aynan biz? Agar Aslan amaki alini rejalashtirib sizlarni yoningizga qo'ygan bo'lsa, ikkita sababi bo'lgan deb o'ylayman. Birinchisi, sizdan yaxshi omonatni saqlaydigan odam topolmasdi. Ikkinchisi, doimiy aloqa, doimiy suhbat. Diqqat tortmaydigan va ma'lum bo'lmaydigan darajada. Bojxonalarda ba'zi muammolar bor. Ularni hal qilishga urinyapman. E'tiborni tortadigan jihat muammolar boshlangan kun Turgut kuyunchining kelishi va hamkorlik taklif qilishi. Javobingiz? Darrov eshikni ko'rsatmadim. Kengash bilan maslahatlashmasdan tamoman rad qilishni ma'qul ko'rmadim. Yaxshi qilibsiz. Birdaniga aloqani uzmang. Bojxonadagi muammolarni tez hal qiling. Xo'p bo'ladi. Men sizlarga aytishni o'ylamagandim, ammo Tunjay Bey aytgandan keyin majbur bo'lyapman. Hammamiz yaqindan taniydigan Jonbozog'li Sadira bugun oldimga $1 milliard hisob ochtirishga keldi. Bundan keyin bizni nog'oramizga o'ynashni istar ekan. U ham Ibrohimning odamlaridan. Og'iz qal'a, pul ko'p, sur'at yo'q. Nima deb javob berding dedim? Qabul qildim. Baribir 1 yil o'tmasdan uni $1 milliard ga qarz qilib qo'yaman-da. Ishonchli emas. Kengashga yangi odamlar qo'shilganini bila turib, biz haqimizda bilish uchun aloqaga chiqishgan. Nedim, Sadrini taklifini rad qil. E'tiborni tortadi, afandim. İplikçi pulga yo'q deya olmasligini hamma biladi. İplikçi kim tarafida ekanini ham hamma bilsin. Mendek qulingiz bu inqirozdan qanday chiqadi? Issiq pul kelyapti, Nedim. Misli ko'rilmas darajada ko'p. Halil Ibrohim Kapar sen bilan ishlaydi. Baronim bizni o'zimizdan ko'ra yaxshiroq ko'radi. Rahmat. Yana narkotik ishiga kiramizmi? Bu mamlakatdagi hamma ishlarni biz boshqaramiz. Tunjay. Bu ishni hal qilsak yana 100 ming olaman. Nimaga kelishgan bo'lsak o'shani olasan. Bu ishda qo'lga tushish emas, o'lish xavfi katta. O'lsak hammamiz birga o'lamiz. Unda pulni kimdan olasan? O'lmaslik uchun yana 100 ming. Sen ishingni qil. Pul muammo emas. Qamoqxonaga yaqinlashganimizda ularning ahvolini ko'rasizlar.
Bo'laqon og'a, bo'laqon, bitta ishni hal qil endi. Bo'lsangchi. Bunday qilmasliging kerak edi, Pala. Yaxshi, yozma ravishda shikoyat qilasan. Baribir javobini berasan buni. Tur, Johid, tur. Halo qayerda? Tashqarida. Yaxshi, tez yordamni tayyorlat. Chiqishda mashinaga olaman. Bu yerda odamni umid tamom qiladi. Xato qilishdi. Umid hayotga qaytaradi. Bu qanaqa vertolyot? Mudirim, politsiya vertolyoti hovliga qo'nyapti. Yaxshi, qo'naversin. Qamoqxonani hamma tomoni ochiq. Bu yerga nega qo'nishyapti? Hovli qaysi tomonda? Chap tomonda. Jandarmlarga xabar beringlar, vertolyotni joyidan qimirlatmasin. Eshikni ochinglar, mahbus qochyapti. Rahmat, Jon Po'lat. Hammasi tugadi. O'zinglik nima qilib yurgandi bu yerda? Yo o'ldirishga kelishgan, yo qutqarishga. Yana 2 daqiqa kech qolganingda tamom bo'lardi. Hamma oyoqqa turadi. Biz tez tushishimiz kerak. Oz qoldi, og'a. Hayda. Vertolyot nima qilib yuribdi? Bizniki emas bedir, qaloni olib ketishdi. Nega urib tushirishmadi? Politsiya vertolyotini topishibdi. Toza ish. Bizni hayolimizga ham kelmabdi. Bedir, bu ishni tugatmadik hali. Uchib ketishdi-ku, qanday topamiz? Havoda ko'p turolmaydi. Yaqin bir joyga qo'nadi. Farruxga qo'ng'iroq qil, mudirni uydan ketsin. O'rtadan yo'q bo'lsin.
Qayerga qo'namiz, yoshlar? Osmonda qo'lga olish olmaydi. Xotirjam bo'ling. Boradigan joyingizga sog' salomat yetib borasiz. Vositalarni almashtiramiz. Men pulimni qachon olaman? Beodoblik qilma. Har yarim soatda pul so'rayapsan. Qo'ngach hal qilamiz. Pul muammosi bormi? Yo'q. Xudoga shukr. Palov qayerda? Tuzoqqa tushdik. Bu nima deganing pala? Vertolyot bilan qamoqxonani olib qochishdi. Quvishda davom etamiz. Vertolyoting bizga kerak. Siqilma. Palovni senga topshiraman. Vertolyotni bunga beringlar. So'rashsa o'g'irlashdi deysizlar. Bu ish qaytadigan bo'lsang, vertolyotni yerga qo'ylat. Bala. Palovni ushlay, kimga sotishni bilaman. Hech kimga kerak bo'lmasa chiqqan joyiga qamayman. Hayda. Bu tomonda. Nima qilamiz endi? Qanday ketamiz, Jon Po'lat? Ilgari mototsikl minganmisiz? Yo'q. Ot, eshak, menga hozir baribir. Film nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublash studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurilla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sa'dullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissyor Shamsiddin Husamuddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova.